Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, sog' omonmisizlar? Mana Qonun faqat qog'ozdan kanali muallifi Qudratilla Qurbonov yana sizlar bilan birgalikda. Azizlar, bugungi murojaatim Vazirlar Mahkamasidagi vazirlar, Senatdagi qonun chiqaruvchilar, deputatlar va mutasaddi rahbarlarga bo'ladi. Azizlar, murojaatni boshlashdan oldin mana buni bir ko'rib chiqaylik. Xavfsizlik kamari nima uchun chet elda kinosini ko'rib havasimiz keladi? Chet elda mashinaga o'tiradi, xavfsizlik kamari taqadi deymiz. O'zimiz faxrlanib gapiramiz, lekin shunga amal qilmaymiz-da o'zimiz. Xavfsizlik kamarini taqsam deydi, yuragim qisqa. Hech qanaqa yurak siqmaydi. U o'rgangancha miyaga shu singib qolgan yurak siqadi. Ilgari bo'lardi poskayga, hozir endi qoldi poskaylar mana bu qoldi. Poskayga yaqinlashsa shartta kamarni taqardi, poskayga o'tganiga kamarni qo'yib yuboradi do'shda. Endi aytaman, bu gayga shtab to'lamaslik uchun taqladimi? O'rtoq polkovnikimiz ma'ruza qilyaptilar ichki ishlar xodimlariga. O'rtoq polkovnik, siz ichki ishlar xodimlariga ma'ruza qilyapsiz. Sizni bu ma'ruzangizdan ichki ishlar xodimlari yana xalqni jarima qilsinmi? Sababini aytaman. Xavfsizlik kamaridan foydalanishni chet elga havas qilib deyapsiz. Faxrlanib aytamiz deyapsiz. To'g'ri? Chet elga havas qildingizmi? Yo'llarimizni chet ellikday qilib bering. Haydovchilarimiz ham xavfsizlik kamaridan foydalanib, faxrlanib yursin. Yo'llarimiz talabga javob bermaydi-ku chet ellikday. Jarimalarimiz chet ellikday emas-ku. Otni kallasiday. Katta. Siz yana chet ellikday deysiz, chet elga taqqoslayapsiz. Chet elga taqqoslashdan oldin chet elga tenglashtiring. Ana undan keyin taqqoslang, yarashadi. Siz aytyapsiz, GAI postiga yaqinlashganda toqardik. Hozir unaqa emas, GAI posti unaqa bo'lgan. GAIni oldida jarima to'lamaslik uchun taqadimi deb. To'g'ri? GAIni oldida jarima to'lamaslik uchun taqadi. Izohlab beraman buni. Asoslab ham beraman. Siz shu gapingizdagi ma'noga qarab savolimga javob bering. Birinchidan, O'zbekistonning tili nima? Qanaqa til? Qaysi til? Rus tilimi, o'zbek tilimi? Nimaga rus tilini qo'shib gapiryapsiz? Sizga shunaqa vakolat berilganmi? GAI posti, GAI deyapsiz. GAI posti bo'ladimi yo GAI bo'ladimi? Yo'l harakati xavfsizligi xodimi bo'ladi GAI. Agar bilmasangiz. Adashmasam, yo'l harakati xavfsizligi binosi bo'ladi GAI post deganingiz. Siz nimaga ruschani aralashtiryapsiz? Bu mayli, muhim emas deylik. Sizga savol. GAI postda hozir nima bo'lgan? Oldin taqardi, hozir unaqa emas, unaqa bo'lgan deyapsiz. Nima bo'lgan? Qanaqa bo'lgan? Bu gapingiz bilan siz qo'l ostingizda ishlovchi ichki ishlar xodimi GAIlarni kamsityapsizmi? Sizning tilingiz bo'yicha gapirsak, yo'l harakati xavfsizligi inspektorlarni e'tibor qilmaydi deb yoki haydovchilar yo'l harakati inspektorlarini mensimaydi demoqchimisiz? Gapingizga tushunmadim. Ma'no topmadim. Yana biri. Yurak hech qanaqa yurak siqmaydi deyapsiz. Siz qayerdan bilasiz? Men xavfsizlik kamar taqmayman, foydalanmayman. Sababi tibbiy xulosam bor. Siz shu tibbiy xulosani tan olmayapsizmi?
Demak, sizningcha kami 5 yo 10 yil o'qib, oliy toifali, oliy malakali shifokorlarning xulosasi noto'g'ri ekanda. Siz nimaga asoslangan holda vrachlar tomonidan berilgan ma'lumotni tan olmayapsiz? Hech qanaqa yurak qismaydi deb. Nima, vrachlar noto'g'ri beryaptimi? Buni men tushunmadim. Sizga buni tan olmaslikka vakolat bormi? O'ylab gapiryapsizmi? Siz shu yurak kasaliga duchor bo'lsangiz, duchor bo'lganda xavfsizlik kamarini taqsangiz, yuragingiz qissa, o'sha imtiyozi bor haydovchining holatiga tushganda bilasiz buni. Chunki oddiy haydovchilar kasal bo'lgandan keyin borib qog'oz oladi, xulosa oladi. Xavfsizlik kamari taqmaslik uchun. Siz kasal bo'lsangiz ham olmaysiz. Chunki siz formadasiz. Sizni xavfsizlik kamari taqsangiz ham, taqmasangiz ham hech kim to'xtatmaydi. Shuni bilasizmi? Siz oldin taqqanmisiz o'zingiz? Bir zaldagi ichki ishlar xodimlariga ma'ruza o'qiyapsiz. Bular ma'ruzangizdan xulosa qilib, demak, yurak qismas ekan, doktorlar bergan qog'oz noto'g'ri ekan deb jarimaga tortsinmi? O'ylab ma'ruza qilyapsizmi? Siz yurak qismasligini zaldagilarga aytmang, zaldagilardan so'ramang, xalqdan so'rang, kasal odamdan so'rang. Mana sizni xavfsizlik kamari taqmasligingizni taqmasangiz, hech kim, hech bir gayi so'ramasligini yana bitirmada ko'rib chiqamiz. Xorazmda mast holda mashina boshqargan ichki ishlar xodimi avariyaga uchrab, odam o'limiga sababchi bo'ldi. Kunuz tanishgan sud hukmiga ko'ra holat Shovot tumani hududida sodir bo'lgan. Do'stlari bilan eshitdingizmi? Ichki ishlar xodimi do'stlari bilan ziyofatdan chiqib, mast holda avtotransport vositasi boshqargan. Bu avariyaga sababchi bo'lgan. Keyin bu aniqlandi. Bo'lmasam ommaga chiqmasdi. Nima uchun boshqa haydovchi o'rtoqlari bilan o'tirib spirtli ichimlik iste'mol qilib mast holda mashinaga o'tirsa, siz aytgan gay uni jarima qiladi, protokol qiladi, haydovchilik guvohnomasini bekor qiladi, sudga oshiradi-yu, ichki ishlar xodimini ko'rmaydi, maqsadini bilmaydimi? Biladi. U ichki ishlar xodimi formada uni to'xtatmaydi. Sababi kuchi yetmaydi. Shuni bilasizmi? U ichki ishlar xodimi ham unvondagi bo'ladi. Oddiy ridovoy bo'lmaydi. Mana ichki ishlar xodimlariga qo'l telefondan foydalanish, xavfsizlik kamari taqmaslik, piyodaga yo'l bermaslik, ichib mast holatda transport vositasini boshqarish mumkinmi? Qonun barchaga barobar emasmi? O'rtoq polkovnik, siz gapirgan gapingizni o'ylab gapirsangiz yaxshi bo'lmasmidi? Siz boyana aytdingiz, gayga jarima to'lamaslik uchun gayni oldida men to'xtadim deb. Shunday. Haydovchilarning asosan yoshlar rementni, xavfsizlik kamarini jarima to'lamaslik uchun to'qadi. Yosh keksa haydovchilar jarima to'lamaslik uchun emas, ular transport vositasiga o'tirgandan to'qadi. Siz o'ylamang. Hamma to'qmaydi deb. Siz to'qmasligingiz mumkin. Haydovchilar to'qadi ko'pi. Yoshlar to'qmaydi. Sababi sizlarni deb to'qmaydi. Shuni bilasizmi? U kira qiladi. Xavfsizlik kamarini toqishga ketadigan vaqtga u 4 kilometr yo'l yuradi kamida. Pul ishlash kerak. Mijozni qo'yib qaytib kelish kerak. Sizni xavfsizlik kamarini boshiga uradimi u? U pul ishlashning sababi bor. Sababi
bitta haydovchilik guvohnomasini olish kami 10 million xarajat talab qiladi. Shuni bilasizmi? Avtomaktabda o'qishi pul, imtihonga kirishi pul 1,5-2 million. Imtihondan yiqiladi yana pul. Imtihondan o'tgandan keyin ham davlat xizmatlariga borib turib haydovchilik guvohnomasini olish ham pul. Kami 10 million talab qiladi. Keyin bo'lsa o'zining mashinasi, bo'lmasam u qarzdan qutulish uchun ish yo'q. Ish yaratib beringlar shu o'rinlarni, zavod, fabrika quringlar. Ish yo'q. Nima qiladi? Mashina olish oson bo'ldi, tekin bo'ldi. Boradi kreditga mashina oladi, keyin rulga o'tiradi. Uning mana bu ongida nima bor? Siz miyasiga singan degan joyga uning miyasiga pul topish singib qolgan. Sababi qarzdan qutulish. Kimdan qarz olib haydovchilik guvohnomasi olgan bo'lsa, u kelib so'raydi, "Jo'ra, pulni nima qilding?" deydi. Shuni bilasizmi siz? Siz bunday qilib ma'ruzadan ko'ra ish o'rni yaratishni o'ylab ko'ring. Haydovchilik guvohnoma olishni arzonlashtiring. Xalqning sharoitdan kelib chiqqan holda qo'ydiring. Ana unda maqsadga muvofiq bo'ladi. Unda ma'ruzangiz o'rinli bo'ladi. Bu meni shaxsiy fikrim. Men har doim ham qoldiraman, yana qoldiraman. 93lik 953 99 88 telefon raqamim. Savollarimga javob kutaman sizdan. Baribir ko'rasiz bu videomda, bilaman buni. Agar javob berish niyatingiz bo'lsa, ijtimoiy tarmoq orqali javob bering. Hamma eshitsin. Men ham eshitaman. Fikr qilaman, qayerda noto'g'ri gapirdim. Hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, bu videoni ham qo'llaringizdan kelgancha imkon darajasida qo'llab-quvvatlab tarqatib yuboringizlar. Egalariga yetib borsin. Kommentariyda fikrlaringizni kutib qolaman. Fikrlaringiz juda ham muhim. Hurmatli kuzatuvchilar, qonun barchaga baravarmi dedim. Kelgusi videom asosan qonun to'g'risida bo'ladi. Qonun barchaga baravarmi yoki qonun buzilishining asosiy sababchilari kim? Shu haqda bo'ladi. E'tiborda bo'lingizlar. Ko'rishguncha sog' salomat bo'lingizlar.